Allah tomonidan xalqimizni boshiga yuborgan prezidentni bilaman. Sababi bu kishi tuman hokimi bo'ldi, viloyat hokimlari bo'ldi. 13 yil bosh vazir lavozimlarida ishladi. O'sha jarayonlarda, o'sha qaltis jarayonlarda, o'sha iqtisodiyotimizning rivojlanishi yoki ijtimoiy hayotlarimiz va huquqiy idoralar tomonidan xalqimizning, fuqarolarimizning joniga, hayotiga xavf soladigan bir davrlar edi. O'sha narsani ko'rib, bilib turgan odam bugungi kunda prezident bo'lib saylanishi Alloh tomonidan o'sha kamchiliklarni bartaraf qila oladi. O'zini ko'zidan, o'zini boshdan o'tkazganda deb lozim topib Alloh tomonidan yuborilgan deb hisoblayman. Nimaga bugungi kunda biz prezident Shavkat Miromonovich faqat sizga ishonamiz, sizning qaror, sizning farmonlaringizga ishonamiz deb faqat nega butun bong urib fuqarolarimiz prezidentga sizga ishonamiz deyapti. Boshqa bironta vazirlarga, bironta ishonchi yo'qligidan bu aytyapti. Bu nima degan gap? Adolatparvar prezidentimiz Shavkat Miromonovich men xalqimni huquqini tiklab berasan degan masalani kundadan qo'ydimi? Oliy sud 3 mingga yaqin odamlarni oqlagan bo'lsa, Oliy sudda hozir so'rang, bironta hisob kitobi yo'q. Qani oqlagan odamlar qaysi birining huquqi tiklandi? Qaysi biri o'z ishiga asos bo'lsa, ishiga tiklandi? Qaysi biri 10 yilda odamlarga oyligini oldi? Qaysi biri moddiy zararni oldi, ma'naviy zararni oldi? Uning huquqlari tiklandimi? Bugungi kunda muhtaram prezidentimizning sud huquq tizimidagi islohotlari tufayli mening xalqimni huquqini tiklab beradi. Aybsiz aybdor bo'lganlarni, javobgar bo'lganlarni huquqini tiklab berasan degandan keyin bu aynan shu 26 yil ichida hamon qo'lini ko'kragiga men sudyaman deyurganlar oqlov hukm chiqara boshladi. Ayrimlari oqlov hukmi qanaqa yozilishini bilmasdan gangib qolishdi. Chunki 26 yil ichida bironta sudyalar oqlov hukm chiqarmagan. Bu sudlar agar muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich sud huquq islohotlariga alohida e'tibor berib bu o'zining fuqarolarini oqlash masalasini oldiga kundadan qo'ymaganda edi, bu narsa hech kim oqlanmasa shu turishda boshqa islohotlarga ketish mumkin edi. Bu Shavkat Miromonovichning xalqparvarligidan dalolat beradi. Oqlanganlar o'zining huquqlarini to'liq tiklab olgan emas. Oqlandi degan bu bo'ldi emas, oqlandi. Bu odamni nega asosiy javobgarlikka tortildi? Nega uning jamoasida uning qo'liga kishan solib olib ketib obrini yurga urdi? Nega uni asosiy obir qiynoqlarga solib, uning haligi noto'g'ri ko'rgazmalar oldi? Uni o'lim darajasiga olib kelib javobgar qilib berdi. Nima uchun? Bugungi kunda u 10 yillab bola chaqasini boqolmay, o'zining butun qarindosh urug'lari oldida o'zining obro'yini tiklanmay sarson yuribdi. Bugungi kunda u aybsiz chiqdimi? Bularning huquqlari to'liq tiklanishi kerak. Jizzaxda viloyat prokurori o'rinbosari edim. Shavkat Miromonovich viloyat hokimi edi. O'sha vaqtda biz Shavkat Miromonovichning o'zi rahbarlik qilayotgan hududning butun ijtimoiy, iqtisodiy tomonlarini ko'tarish, uning rejalarini bajarish, u yerdagi tinchlik, xalqning farovonligini to'g'ri yo'lga qo'yish bo'yicha bu nafaqat o'zlari yoki hokimiyat xodimlari, o'sha yerdagi vazirliklarning vakillari, boshqarmalari hamda prokuratura, sud, militsiya, soliq hammasini boshini qo'shib bir yoqadan bosh chiqarib o'sha rejakni ishlab chiqdilar. Birgalikda shu viloyatning og'irini yengil tortish holatlarini o'rgatdilar. Biz Shavkat Miromonovichdan man ham, Marozov ham ko'p narsa o'rganganmiz. Biz u kishini ustozimiz deb bilamiz. Shuning uchun u kishining yuborgan topshirig'iga, jasorat bilan yuborgan topshirig'iga biz befarq bo'lmadik va birdaniga unga kirishdik. Lekin haqiqatan ham qisqa vaqt o'tishi bilan juda ijobiy natijaga erishdik. Qarangki, lekin 2-3da 24 ta KAMAZga 240 tonna kondensat mahsulotlari ortilgan eshelon, masalan, Dehqonobod, Surxondaryo, Afg'oniston yo'nalishi bo'yicha ketayotganda tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatilyapti. Jinoyatchilar shunchalik kuchli tayyorgarlik ko'rgan ekanki, bu bizning tadbir ishtirokchilarini qiynab, ularni jismoniy ta'ziyat o'tkazib, tan jarohatlar yetkazib, talon-toroj qilgan holatlarni aniqladi. Bu agar muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich o'sha bosh vazir sifatida buni topshiriq bermaganda, bunday 240 tonna bir kunda, 2 kunda chiqib ketsa, bu holat
15 yildan davom etib kelayotgan bo'ladi. 15 yilda bir kun, ikki kunda 240 tonna kondensat chiqib kelayotgan bo'lsa, uni 15 yilga ko'payting, 10 yilga ko'payting, qancha milliard, trilliard so'mmalarimiz shu korrupsiyachilarning cho'ntagiga, yer osti boyliklari kerakli joyga sotilib, ularning cho'ntagiga ketayotgan edi. Biz buni davlatimizning byudjetiga tushadigan holatni qilib qo'ydik. Va buning orqasida yurgan shu jinoyatchi guruhlardan 70 ga yaqiniga nisbatan tergov harakatlari natijasida sudga berildi, ularga qonun ustuvorlik ta'minlandi. Bu xursandchilik, albatta bu mening burchim bu. Bu davlat xavfsizlik idorasining ham burchi bu. Biz burchimizni bajaryapmiz. Bunga biz minnat qilmoqchi emasmiz. Lekin bitta narsa qilyapti. Bu xursandchilik yarim soatga ham cho'zilmadi. Chunki men sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovga borishim bilan sen ushbu qo'zg'atgan jinoyat ishdan chetlashtiraman. Sen nimaga kondensat ishini fosh qilding? Nimaga odamlarni qamoqqa olding? Nimaga yop degan ishni yopmaysan deb menga ultimat o'rtaga masala qo'ydi. Va unga qanchalik tushuntirishga harakat qilsam, u tushunishni xohlamadi. Va keyin mendan Qashqadaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosarligidan bo'shash haqida arz talab qildi. Meni hech bir asossiz viloyat prokurorining birinchi o'rinbosarligidan Surxondaryo viloyat prokurori oddiy o'rinbosarligiga jo'natyapti. Mayli deb jo'natsa ham, mayli dedi. Men rozilik bermaganman, qonunsiz jo'natyapman. Lekin u yoqqa borganimdan menga provokatsiya uyushtirishgan. O'shanda ehtiyotkorlik tufayli uyushtirilmaganligi sabab meni yana qayta bosh prokuror o'z xizmatxonasiga chaqirib, sen nega kondensatga aralashding? 2 yil oldin gapni Qashqadaryoning ishini ko'ryapti. Nega aralashding? Surxondaryo viloyat prokurori o'rinbosarligidan ishlab bo'shash haqida arz yozib turib oldi. Bugungi kunda huquqiy idoralar kimning rahbarligida ishlayotganligiga baho beraylik. Kimning rahbarligida? Yaxshi ham prezidentimiz chalg'itib kirib oldi, lekin bosh prokuror bo'ldi. Yaxshi ham Alloh, Xudo hammasiga o'zi Xudo sudya deymiz-ku, taqdir. Xudoning o'zi o'z vaqtida jazosini berib, jinoyat joyiga tortib ketdi. Lekin bundaqa kadrlar bugungi kunda Shavkat Miromonovich atrofida yo'q emas. Agar Shavkat Miromonovichning har bir chiqaradigan farmoni, har bir chiqaradigan qarorining negiziga qarasangiz, haqchil, davlatchil masalalar. Bugungi kunda tadbirkorlarning ishlari rivojlanishi bo'yicha qayerda qanday to'siq bo'lyapti? Yoki xalqimiz, davlatimizning rivojlanishi, huquqiy davlat sari ketishga qanaqa muammolar bo'lyapti? Hammasi o'zining ichida mujassamlashtirib olingan farmonlari, bebaho farmonlar chiqyapti. Bebaho qarorlar chiqyapti. Lekin joylarda ishlamayapti deb. Biz bu bo'yicha men aytmoqchi emasman. Bu bo'yicha kerakli vazirliklar qo'ldan kelgan harakat qilyapti. Prokuratura ham harakat qilyapti. Lekin u harakatlar bugungi kunda talab darajasida emas. Prezidentimga ishonchim juda katta. Chunki prezident o'sha eng qaltis yillari, eng og'ir yillari o'z hayotini o'sha vaqtda qaltisligini bilaman. Shu hayotini havosi qolganligini bilib ham hech narsa qo'rqmasdan jasorat bilan o'sha topshiriqni berdi. Biz o'sha topshiriqni davlat xavfsizlik idorasi bilan hech narsa qo'rqmasdan hayotimizni xavf ostiga qo'yib bajardik-ku. Diplomatlar kelayotgan katta mablag'larga vijdonimizni sotmadik-ku. Biz sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning rahbarimiz bo'lsa ham qonunsiz topshirig'ini bajarib ko'zbo'yamachilik qilmadik-ku. Eski 56 yil ildiz otib ketgan narsani suqirib har kimning qo'lidan kelmaydi. Bunga vaqt kerak. Va atrofida toza xalqlar bor va jasoratli prokurorlar kerak u kishiga.